Hormeylar, assalomu alaykum. Hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz va parranda ishqibozlari. Bugun 3-dekabr 2025-yil. Mana bugun yana bir bor bilaga ozgina sovuqlarga tayyorgarlik qilib, piyozlarni berib, karomni to'rab, maydalab, doniga aralashtirib beramiz. Buni yaxshilab aralashtirib o'rmasa, donlarigacha piyoz mazasi kirsa, karomni albatta mazza qilib yeb olishadi. Bularga profilaktika kerak. Piyoz kerak bularga. Sovuq kunlarda обязательно har bitta videomda aytib o'taman. Kamida haftasiga 2 marta. Haftasiga 2 marta bo'lsa ham piyoz beringlar. Bular kutishyapti. Hozir boramiz oldinglarga. Mani kutinglar. Mana kelinglar, yo'l to'sarlar. Oyog'imni tegib yurmanglar. Olinglar. Nariga idishinglarga ham. Kelinglar. Qani uyalib yeyolmaydiganlar, qo'rqadiganlar uchun alohida. Maydaroq haydalash o'tdiydi, kattalar haydaydi-da. Olinglar. Olinglar, olishib o'tiringlar. Olinglar deylar bir-biringlarga. Bular yomon qiladi. Piyozni ovqatini aralashtiramiz. Kichkinalarga ham tashlab chiqamiz endi ovqatini. Kichkinalarimiz ham qo'rqma qilib tashashdi. Mana kirgizamiz, ochamiz. Ko'chada yemaysanlar. Sanlar ko'chada ishlari ham pastli. O'g'izlar kelib sallan cho'qyapti. Ovqat o'rniga sallan yeb qo'yishi mumkin. Ehtiyot bo'ling. Bularga ham o'sha o'zini start dona, ichida piyoz, mayda to'ralgan karom bilan va suvi hozir. Mana suvinglar. Hozir bular bir qimilon qora, ertalab yeyishdi. Maydani bir kirdim. Qani bular peshinda ishtahani ko'ringlar, mana suvlarni yengilab yana ham yengiladim, chunki hozir ertalab oddiy suv edi iliq. Hozir bularga o'sha jo'jalarga ham, kattalarga ham shu olma sirkasi. Olma sirka bilasizlar, bu kalsiy. Jo'jalarning pati ham juda ham yaxshi o'sadi shunda. Kattalarga ham foyda buni. Karta videomda ham ozgina video qildim. Uzum sirkasi to'g'risida, o'shani ko'rsanglar yoki internetda, YouTube'da boshqa blogerlar, ayniqsa rossiyskilar olma sirkasi to'g'risida tushuntirib berishadi, qanchalik foydaligini, qancha miqdorda berilishini. Olma sirkani o'zimiz ham ichamiz-da, men ham ichaman. Olma sirkasi juda foydali narsa-da. 1 litr suvga, mana bu kattalarga 4 oydan tepa bo'lgan parrandaga 1 litrga 1 osh qoshiq aralashtirib suvga bersanglar, ham kalsiy bilan tuxumi baquvvat bo'ladi, pati yaxshi o'sadi. Keyin yana bronx yo'lidagi yallig'lanishlarni tozalaydi. Men haligacha ham ovozim bo'g'ib bilasizlar. Men haligacha ham shuni haftada 2-3 marta 1 qoshiq ertalabdan ichaman. Olma sirkasini. Iloji bo'lsa olma sirkani tozasini olsanglar, qo'l bolasini, nima deganim, qo'l bola bu degani uyda tayyorlanganini olsanglar, bu qolgan magazinlardagi hammasi essensiya. Oldingi video qilganim olma sirka, endi u texnologiyasi o'zimizda ham O'zbekistonda yaxshi chiqarishyapti. Hozir essensiya kiradi baribir. Men berganim bu turetskiy edi. Yana bitta narsa aytib o'tmoqchi edim, o'rtoqlar. Mana ertalab yoki boshqa kuni har kuni suv berasizlar. Mana hozir bo'lmasam yengiladim. Ahamiyat beringlar suv idishinglarga. Suv idishinglar 1 kun, 2 kun, 3 kun qolib ketsa, berayotgan idishinglarda bunda bilsanglar shilimshiq bo'ladi. Yopishqoq bir narsalar paydo bo'ladi. O'sha g'irt bakteriya. Bularni ichiga ketadi. O'shani ustiga suv quyib yengiladim deb o'ylamanglar. Yengilagan bo'lsanglar bakteriyasi bilan birga bakteriyaga yangi suv qilib bergan bo'lasizlar.
O'shani mana shu idishini plasmasi bor, sizlarda qanaqa idishdan bo'lishidan qat'iy nazar har kuni iloji boricha tozalab beringlar. Hozir har xil kasalliklar chiqib ketyapti, ayniqsa mana shu parrandalarning kasalligi boshqacha mutatsiya bo'lib ketyapti, xuddi o'zimizda aytadi-yu, mana Covidning mutatsiya tipi deydi-yu, ularni ham shamollashtirib ham juda ham boshqacha bo'lib o'zgargan. To'g'risi. Shamollasa oldin prosta shamollardi, boshqacha asoratlar bilan shamollayapti bular. O'ta ehtiyot bo'linglar, bularni suv idishlariga ham, tozalikka ham ahamiyat beringlar. Astrolog xo'rozimiz. Tak, ana endi biza borib tuxumlardan xabar oluvchi tuxum qo'yishganini teringlar. Endi bizda hozircha aytdim 4 tasi tuxumda deb, o'shandan 3 ta, 2 ta, 4 ta gohda tuxum qo'yadi deb. O'shan bir ko'rib kelaylikchi. Tuxum bor, lekin bir dona. Chunki kecha tuxum terib oldim. 3 ta oldim, bugun bitta. Dam olishdi-da. Endi bular dam oldi deymiz. Balkim hozir bular habitgacha ham tuxum ham olib qo'yadi. Chunki parranda qachonki qorni to'q yursa, organizmi to'liq to'yingan bo'lsa ovqatiga, o'shanda tuxumga kirib ketadi. Hozir bular tuxumga ham kirib ketishi mumkin, ovqatini suvini ichib olgandan keyin yaxshilab. Bularni habitdagi ovqati deb qana. Bugun kechga yaqin shomgacha bermayman ovqat. Ikkinchi marta ovqat yeyishyapti. Shuning uchun bularni sal vaqtga qilib yedirib yubordim. Shomgacha ham tuxum qo'yadiganlari bor o'zi. Shunaqa gaplar. Jersey uxayluy zotli tovuqlarimiz. Bitta astrolog xo'rozimiz bor. Birimiz Jersey xo'rozchamiz. Jersey xo'rozchamiz va Jersey makonlari 6 oylik. 6 oylikdan o'tdi. Mana shu 7-oyi bo'ladi. Bu yerda uxaylularimiz ham yoshlar bilan birga, ham yoshlari bor. Bu yerda 4 oyligi bor. Keyin tuxumga kirganlaridan bu yerda bitta Jersey ham bor ekan, Jersey yurib keldi. Nima berar ekan qo'lida deb. Bugunga yetadi bularga ovqat yeyishi. Mana yana bitta Jersey makonchamiz. Yuzlari qizarib turishini qaranglar. Xudo xolisa bu ham tuxumga kiradigan mana shu oy. Xudo xolisa. Mana uxaylu xo'rozimiz. Aksirib qolsa, oflasaksiya ichazami deyman. Kechasi salqin bularga qafaslarni oldi ochiq bo'lsa, oldini yopinglar. Keyingi haftadan yog'ingarchilik deyishyapti. Salqin bo'lsa, bular shamollashi kuchayadi bular. Sal xirillash sezinglarmi, sirazu piyozlar bilan bilganingizcha tuzatishni boshlanglar. O'tkazib yubormanglar. Shamollash, xirillash boshlandimi? Haligi men aytganimdek, oflasaksin bitta tabletkani 2 litr suvga yoki bitta tabletkani o'shani bir pela suvda eritib olsanglar, yaxshilab eritib olib, ana o'shani 2 litr suvga aralashtirirsanglar, общий bilan suvga berib yuborsanglar, mana shu xirillashi, yo'talish, aksirishlari sekin-sekin qoladi. 3 kunda rezultatni ko'rasizlar. 3 kunda shamollashib o'tib ketganga tilazin ukol bor, bilasizlar. O'shandan 3 kundan 5 kungacha qiladi, holiga qarab. Keyin vitamin ukol bor. Vitamin ukol menimcha 2 kun qilinadi-yu. Men unaqa narsalar qilmaganman, lekin veterinarlar xuddi shu ishni, xuddi shu ukolni qilib qo'yishadi. Ahamiyat beringlar shamollashiga. Ukolga yetkazadigan darajaga yetkazmanglar. Ahamiyat berib boqsanglar, shamollatmay, suvlarini muzlatmay, shunda sog'lom o'sadi. Immunitetini oshiringlar, xullas. Vaqt ovqatini beringlar. Sog'lom yurishadi bular, xudo xolasa. O'rtoqlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Videomizga klass bosarsizlar degan umiddamiz. Yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa.